Dünya özünün adaq tınıqlarida. Qiyomatning cho'ng kichik alomatlari. Abdori doktor Muhammad Al-Arifi. Tarjima qilguvchi Sajiya tarjima mahoratini o'stirish sinfi o'quvchilari. Muharriri doktor Abdul Aziz Rahmatullah A9. Korrektori Abduvali Abliz Muhammad Barat. Loyihaligüchi A Aqxon. Nashr qilguvchi Sajiya Islom tadqiqot markazi. 10. Xavorijlarning bosh ko'tarib chiqishi. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam va sahoba kiramlarning yo'liga qarshi bir qism guruhlarning chiqishi qiyomatning yana bir alomatidir. Ana shu guruhlarning biri Xavorijlar guruhidir. Xavorijlar bo'lsa ilgari Ali raziyallohu anhuning qo'shini ichida bo'lib, keyin Ali raziyallohu anhu bilan Muaviya raziyallohu anhu o'ttirsidagi sulh sababli uninga itoat qilishdan bosh tortib, Kufaga yaqin Harura degan joyga ketgan kishilarni ko'rsatdi. Ularning bir qism xato e'tiqod qarashlari. Birinchi, zina qilg'uvchi aroq ichkichi qatorliqlarga o'xshash cho'ng gunoh o'tkazib qo'ygan odamni kafirga chiqarib, uni jahannamda mangu qoladi deb qarash. Bu xil qarash ochiq oshkora ozg'unlikdir. To'g'ri qarash bo'lsa, musulmon bu gunohlarni sodir qilsa kafir bo'lmaydi. Biroq u shu gunohlarni qilganlik uchun asi, fosiq bo'ladi. Uning tavba qilib, gunoh ma'siyatdan yenishi zarur bo'ladi. Ikkinchi, Ali raziyallohu anhu bilan Muaviya raziyallohu anhuni, shundaqla ular orasidagi sulhiga rozi bo'lgan ko'plagan sahobalarning Alloh ularning hammasidan rozi bo'lsin, hammasini kafirga chiqarish. Uchinchi, kafir bo'lganligi aniq isbotlanmagan fosiq hokimlarga qarshi chiqsa bo'ladi deb qarash. Ular o'zlarini ilm ahli deb da'vo qiladi, o'zlarini ibodatga qattiq uradi va Allohning kitobidagi hukmlarni bilmaydi. Zulhuvaysira degan kishi shularning qatoridan bo'lib, u to'g'risida payg'ambar sallallohu alayhi vasallam xuddi o'q yoddan chiqib ketgandek ular islomdan chiqib ketadi degan. Ali raziyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi vasallam oxir zamonda go'dak, kaltipam bir bo'lik kishilar o'ttirg'a chiqadi. Ularning o'qigan Qur'onlari bo'g'zidan o'tmaydi. Eng yaxshi so'zlarni qiladi. Ular dindan xuddi o'g'i tegib, hech nima yo'qmay chiqib ketgandek chiqib ketadi degan. Xavorijlarning kelib chiqishi. Siffin urushida Shamliqlar bilan Iroqliklar ikki taraf, ya'ni Ali raziyallohu anhu bilan Muaviya raziyallohu anhuning qo'shini orasidagi sulhiga birlikka kelgan. Siffin jangi oxirlashib, Ali raziyallohu anhu Kufaga qaytgandan keyin Xavorijlar uningdan ayrilib chiqib, Harura degan joyga tushgan qildi. Ularning soni Ali raziyallohu anhuning qo'shini ichida 8 ming edi. Ba'zilar ular 16 ming kishi degan. Ali raziyallohu anhu Xavorijlarning qashig'i Abdullah ibn Abbas raziyallohu anhumani avatdi. Abdullah ibn Abbas raziyallohu anhumaning ular bilan munozirlashishi natijasida ba'zilari musulmonlarning xalifasi Aliga qaytadan itoat qildi, ba'zilari ozg'unligida qiliverdi. Shuning bilan Ali raziyallohu anhu ularga Kufa masjidida nutq so'zladi. Ular masjidning hamma taraflaridan birdek barcha hukm Allohga xosdir deb tavlashdi. Ular yana sen sherik keltirding, kishilarni hukm qilg'uchi qilding, Allohning kitobi bo'yicha hukm qilmading deyishdi. Ali ularga bizning ustimizda sizlarning tuvandagidek 3 haqqinglar bor. Sizlarni masjidlardan to'smaymiz, g'animatlardagi nasibanglardan cheklamaymiz. Bozg'unchilik qilmasanglarla biz sizlarga avval urush ochmaymiz dedi. Keyin ular to'plashib, yenidan o'tganligi musulmonlarni o'ldirdi. Ular Abdullah ibn Habbab ibn Aradni o'ldirib, ayolining qursiqini yerivatdi. Ali raziyallohu anhu bu ishdan xabar topib ulardan, uni kim o'ldirdi deb so'radi. Ular biz hammamiz o'ldirdik deb turib oldi. Shuning bilan Ali raziyallohu anhu ular bilan urush qilishga hozirlandi. Ular bilan Nahravan degan joyda urushib, ularni qattiq mag'lub qildi. Bu bo'limning ostidagi izohat. Abu Said al-Khudri raziyallohu anhu mundaq degan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Hunayndan g'animat olgan o'ljilarni taqsim qilayotganda biz yenida edik. Bani Tamim qabilasilik Zulhuvaysira degan bir odam kelib, "Ya Rasululloh, adil bo'lg'ayla" dedi Rasululloh. "Voy esit sanga, men adillik qilmasam kim adillik qilar? Men adil bo'lmasam, menga agashganliging uchun sen ziyon tortib vayron bo'lib ketmamsan" dedi. Umar, "Ya Rasululloh, menga ijozat bersizlar, uning kallasini olay" dedi Rasululloh. Bo'ldi, qo'y uni. Uning shundoq hamrohlari borki, ularning namoz va ro'zasi oldida namoz va ro'zanglarni tuvan chaqlab qolasizlar. Ular Qur'on o'qig'ini bilan ularning tilovatlari kekirdigining u tarafiga o'tmaydi. Ular dindan xuddi ya o'qi ovdan teshib chiqib ketgandek chiqib ketadi. O'q uchidagi tiq qarladi. Bir narsa ko'rilmaydi. Tig'ni o'qqa kirgizib ustidan ching chegib o'tilgan sho'ynaga qarladi. Bir narsa ko'rilmaydi. O'qning g'o'l yag'chig'iga qarladi. Bir narsa ko'rilmaydi. O'qning po'pikiga qarladi. Bir narsa ko'rilmaydi. Vaholanki o'q haqiqatanmi yaqin uchaydagi poq bilan qonga tegib,
badanidan teshib o'tib ketgan. Ularning alomati bir jaynikining ustida ayollarning amchikining yoki bir parcha go'shtak lig'ildab turgan o'smisi bor qora tanlik bir odamdir. Ular musulmonlar jamoati bo'lingan chog'da chiqadi dedi. Abu Said radhiyallohu anhu dedi. Men bu hadisni haqiqatan Rasululloh sallallohu alayhi vasallamdan anglaganligimga guvohlik beraman. Yana Ali ibn Abi Talibning ular bilan urushganligini ko'rdim. Urushganda menmi uning bilan birga edim. Ali o'liklarning orasidan haliqa odamni elib kelishga buyurdi, izlab topilib keltirildi. Men uning Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sifatlab bergan sifatning dal ayni bo'yicha ekanligini ko'rdim. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhumaning xavorijlar bilan qilgan munozarasi. Abu Zumayl rivoyat qilib mundaq deydi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhuma bizga mundaq so'zlab bergan. Haruriylar to'plan ko'targan vaqtda ular bir yerga yig'ildi. Ular 6000 kishi edi. Men Alining yoniga kelib, "Ey mu'minlarning amiri, peshinni sal havo salqindiganda o'qig'ayla. Chunki men ashu kishilarning qashig'iga berib so'zlashib kelaman" degan edim u. "Men senga zarar yetishdan qo'rqib qolaman" dedi. "Yo'q, undaq bo'lmaydi." Ibn Abbas radhiyallohu anhuma mundaq dedi. Men ularning yoniga berish uchun chiqdim va Yamanning to'nlaridan eng chiroyli to'nini kiydim. Abu Zumayl mundaq dedi. Ibn Abbas radhiyallohu anhuma chiroyli va ovozi o'rlik kishi edi. Ibn Abbas so'zini davomlashtirib mundaq dedi. Men ularning yoniga keldim. Ular bo'lsa o'zlarining turalg'usida yig'ilib tushlik damalib o'tirgan ekan, men ularga salom qilgan edim. Ular: "Ey Ibn Abbas, seni qarshi olamiz. Ustondagi bu nima to'n?" dedi. Men: "Manga nimani ayiblaysizlar? Chunki men payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ustida eng chiroyli to'nni ko'rgan edim. Halbuki aytqinki, Alloh bandalari uchun chiqarib bergan zibu-zinnatlarni, shirin pak rizqlarni kim harom qildi degan oyat nozil bo'lgan tursa dedim. Nima sababdan kelding? Men yeninglarga payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning muhojir va ansarlardan iborat sahobalarning yenidan ular aytgan so'zlarni sizlarga yetkazish uchun keldim. Chunki Qur'on ularning ustiga, ya'ni ular yashagan mazgilda nozil bo'ldi. Ular vahyini sizlardan obdan bilguchidir. Ulardan sizlarning ichinglarda bir simi yo'q. Ularning ba'zilari Qurayshlik bilan jidallashmanglar. Chunki Alloh taolo Zuhruf surasining 58-oyatida balki ular jidalxo'r qavmdir degan deyishdi. Ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi. Men shundaq bir kishilarning yoniga keldimki, ulardek qattiq ijtihod qiladigan, uyuqsizlikdan chiroylari o'zgarib ketgan, qo'llari va tizlari qopirib ketgan kishilarni ko'rib boqmagan edim. Ya'ni ular kechalari qiyamda turib, kunduzlari ro'za tutadi. Hattoki buning ta'siri ularning badallarida va tashqi qiyofatlarida ko'riladigan bo'lgan edi. Lekin ularning qalblari va aqllari ilmdan va ilm ahlidan yiroq edi. U yerga hozir bo'lganlar bir oz yiroqlashdi va o'zaro uning bilan suhbatlashib nima deydiganligiga qarab boqayli deyishdi. Menga aytinglarchi, payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning taqisining o'g'li ham kuy o'g'lining shundaqla muhojirlar va ansarlarning qaysi ishidan norozi bo'ldinglar dedim. Ular 3 ishidan dedi. Ular qaysilar? Ularning biri shaksizki u Ali Alloh taolaning ishida erlarni hukm qildirdi. Halbuki Alloh taolo barcha hukm Allohga xos degan tursa, erlarning hukm bilan nima ishi? Ya'ni ular bu orqali Ali radhiyallohu anhuning o'zi bilan Muaviya radhiyallohu anhuning orasida sahobalarning hukm chiqarishi taklifini qabul qilganligiga e'tiroz bildirdi. Bu birisi. Yana biri u Ali urush qildi-yu, asir va g'animat olmadi. Demakki, u kofirlar bilan urush qilgan bo'lsa, ularning asirlari va g'animatlari halol bo'ladi. Agar ular urush qilinganlar mu'min bo'lsa, ular bilan urush qilish halol bo'lmaydi. Bu 2. Uchinchisi nima? Ali o'zini mu'minlarning amirligidan o'chiribdi. Undaqda u kofirlarning amiridir. Sizlarning yana boshqa savolinglar bormi? Bizga mushular kifoya. Men ularga mundaq dedim. Aytib baqinglar. Men sizlarga Alloh taolaning kitobidan va payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning sunnatidan sizlarning so'zinglarni rad qiladigan narsani o'qib bersam rozi bo'lamsizlar? Shundaq rozi bo'lamiz dedi ular. Sizlarning u Alloh taolaning ishida erlarni hukm qildirdi degan so'zinglarga kelsak, men sizlarga Alloh taolaning ov hayvonlaridan to'shqan va shuningga o'xshash hayvonlarda bir dirhamning 4dan birini erlarning hukm qilishiga qo'yganligini o'qib beraman. Alloh taolo mundaq degan: Ey mu'minlar, sizlar ovlagan hayvonlarni ihromda yoki haramda turib o'ldirmanglar. Sizlardan kimki uni qasddan o'ldirdigan ishning vabolini tetishi uchun uning jazosi ichinglardan 2 adil kishining baholishi bo'yicha haliqa o'ldirilgan ovga o'xshash uy hayvonlaridan birini Ka'baga elib berib qurbonlik qilishdir.
Maida surasi 95-oyat. Demak, sizlardan Allohning nomi bilan qasam so'raymanki, erlarning chiqargan hukmi to'shqon va shuningga o'xshash ov hayvonlarda afzalmi yoki kishilarning qonlarini saqlab qolish va ularning orasini isloh qilish borasida afzalmi? Bilishinglar kerakki, Alloh taolo agar xohlasa bu masalalarda erlarning hukm chiqarishiga tashlab qo'ymay, o'zi hukm chiqargan bo'ladi. Ayol kishi va uning eri haqidami Alloh taolo mundaq degan: Agar er-xotin ikkalarining Agar er-xotin ikkalarining inoqsiz bo'lib qolishidan qo'rqsanglar, erning tuqqanlaridan hukm qilib qo'yadigan bir kishini, xotinning tuqqanlaridan hukm qilib qo'yadigan bir kishini avatinglar. Alloh agar bu ikki kishini aplashtirishni xohlasa, er-xotin ikkisining orasiga inoqlik soladi, dedi. Nisa surasi 35-oyat. Demak, Alloh taolo erlarning hukmini ishonchlik yo'l qildi. Bu masalani hal qildimmi? Shundaq hal qildim. Endi sizlarning Ali urush qildi-yu, asir va g'animat olmadi degan so'zinglarga kelsak, sizlar ananglar Oyishani asir olamsizlar. Andan uning g'ayriga halol sanalgan ishlarni uningga halol sanamsizlar. Agar shundaq qilsanglar kofir bo'lasizlar. Chunki u sizlarning ananglardir. Agar u Oyisha bizning onamiz emas desanglar, yana kofir bo'lasizlar. Chunki Alloh taolo payg'ambar mu'minlarga ularning o'z nafslaridan choridir. Payg'ambarning ayollari ularning onalaridir degan. Ahzab surasi 6-oyat. Demak, sizlar ikki azg'onliqning orasida turibsizlar. Bu ikki azg'onliqning qaysi birini tutsanglar, azg'onliqqa patisizlar. Deganimda, ular bir-biriga qarashdi. Men bu masalani hal qildimmi dedim. Ular shundaq hal qilding deyishdi. Endi sizlarning Ali o'zining ismini mu'minlarning amirligidan o'chiribdi degan so'zinglarga kelsak, men sizlarga sizlar rozi bo'ladigan zotning ishini pakat qilib keltirman. Sizlar anglagan bir ish Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Hudaybiya kuni Suhayl ibn Amr, Abu Sufyan ibn Harblar bilan kelishimnoma yozishganda Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mu'minlarning amiriga: "Ey Ali, bu Alloh taolaning payg'ambari Muhammadning tuzgan sulhisidir" deb yozgan dedi. Mushriklar: "Yo'q, Alloh bilan qasamki, biz sening Allohning payg'ambari ekanligingni bilmaymiz. Agar sening Allohning payg'ambari ekanligingni bilgan bo'lsak, sen bilan urush qilmagan bo'lardik" dedi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq dedi: "Ey Allah, shaksizki sen mening Allohning payg'ambar ekanligimni bilasan. Ey Ali, bu Muhammad ibn Abdullohning tuzgan sulhisidir" deb yozgan. Demak, Alloh bilan qasamki, albatta Alloh taolaning payg'ambari Alidan yaxshidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zidan payg'ambarlikni Allohning payg'ambari degan nomni eliyotgan chaqda o'zidan payg'ambarlikdan chiqarib o'tgan bo'lmadi. Abdullah ibn Abbas radhiyallohu anhu mundaq dedi: "O kishilardan 2000 kishi qaytib ketdi. Qolganlari ozg'un holatida o'ldirildi." 11. Payg'ambarlikni da'vo qilguvchi yolg'onchi dajjallarning chiqishi. Payg'ambarlik da'vosi qilib yolg'onchiliklari bilan fitna fasodlarni qo'zg'aydigan yolg'onchi dajjallarning chiqishimi qiyomatning bir alomatidir. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam ularning sonining 30 ga yaqin ekanligidan xabar berib, har biri o'zlarini Allohning payg'ambari deb atoladigan 30 ga yaqin yolg'onchi dajjal chiqmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Qiyomatning alomatlarining biri bo'lgan bu alomat yuz berib bo'lgan bo'lib, qadimki ham yaqinqi zamonlarda payg'ambarlik da'vosi qilguvchilar ko'p ko'rilgan. Kazzab, yakchashma dajjal, Allohga sig'inib uning fitnasidan panoh tilaymiz. Amin. Chiqqanға qadar boshqa kazzablar chiqib turishi mumkin. Rasululloh bir kuni xutba o'qib mundaq degan: 30 nafar kazzab chiqib, ularning eng oxirgisi yakchashma kazzab dajjal bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Savban radhiyallohu anhu payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning mundaq deganligini rivoyat qilgan: Ummatimdan bir qancha qabila mushriklarga ergashmaguncha, bir qancha qabila butlarga cho'qinmaguncha qiyomat qoyim bo'lmaydi. Ummatimdan 30 kazzab chiqadi. Ularning har biri o'zini payg'ambar deb da'vo qiladi. Halbuki men payg'ambarlarning eng oxirgisidirman. Mendan keyin hech qanday payg'ambar kelmaydi. Shuningdek, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam payg'ambarlikni da'vo qilguvchi 27 nafar odamning chiqadiganligi, ulardan 4tining ayol kishi ekanligi hamda o'zlarini Allohning elchisi deb atab olganligini xabar qilgan. Huzayfa radhiyallohu anhu rivoyat qiladi-ki, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam mundaq degan: "Ummatimning ichidan 27 nafar yolg'onchi dajjal chiqadi. Ularning 4ti ayol bo'ladi. Men payg'ambarlarning eng oxirgisiman. Mendan keyin hech qanday payg'ambar bo'lmaydi." Ilgari payg'ambarlik da'vosi qilgan ko'plagan odamlar maydoniga kelgan. 1. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallamning hayotining oxirgi vaqtlarida payg'ambarlik da'vosi qilganlardan Asvadul Ansi, u Yamanda murtad bo'lib payg'ambarlik da'vosi qilgan. Uning murtadligi payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zamonida islomdagi tunji murtadlik edi.
u askarlar bilan qo'zg'alib 3-4 oy jarayonida Yamanning hamma taraflarini o'ziga bo'ysundirdi. Shuning bilan Rasululloh Yamandagi musulmonlarga uning bilan jang qilishga rag'batlantirib xat avatdi. Ular ovoz qo'shib Asvadal Ansini o'z uyida ayolining yordami bilan o'ldirdi. Bu ayol Allah va Allohning rasuliga ishonadigan mu'min ayol bo'lib, u bu ayolini erini o'ldirib etib zo'rlik bilan amirga elib olgan edi. Asvadal Ansining o'ldirilishi bilan Yamanda islom dini va musulmonlarning nufuzi qaytadan tiklandi. Ular Rasulullohga bu xabarni yozib avatdi. Halbuki Rasulullohga shu kechada osmondan xabar kelgan bo'lib, sahobalarga buni xabar qilgan edi. Bu kazzabning hukmronligi bu kazzab bosh ko'tarib chiqqan vaqtidan tortib o'ldirilguncha 3 oy davomlashgan edi. Ba'zilar 4 oy davomlashgan edi degan. Ikkinchi Tulayha ibn Huvaylid al-Asadi. U payg'ambarlik da'vosi qilgandan keyin musulmonlar uning bilan bir qancha qatim jang qildi. Shuningdan keyin u musulmon bo'lib, yaxshi musulmon bo'ldi. U musulmonlar qo'shiniga qo'shilib, Alloh yo'lida qattiq tirishchilik ko'rsatib, Nahavandi degan joyda shahid bo'ldi. Alloh uningdan rozi bo'lsin. 3. Musaylamatul Kazzab. Kazzab Musaylama. U o'ziga qorong'uda vahiy keladi deb da'vo qiladi. Abu Bakr Siddiq radhiyallohu anhu uning qashig'a Xolid ibn Valid, Ikrima ibn Abu Jahil va Shurahibil ibn Hasan radhiyallohu anhum qatorliqlarning boshchiligida qo'shin avatdi. Musaylama ularni 40 ming odamlik zo'r qo'shin bilan kutib oldi. Ular orasida shiddatli janglar bo'ldi. Jangda Musaylama va uning qo'shini mag'lub bo'lib, Kazzab Musaylama Vahshiy ibn Haribning qo'lida o'ldirildi. Haqiqat g'alaba qilib, tavhid bayrog'i tiklandi. 4. Sajah binti Haris. U Tag'lib qabilasidan bo'lib, arab xristianlaridan edi. Rasulullohning vafotidan keyin payg'ambarlik da'vosi qildi. Shuning bilan uni o'z xalqi va ulardan boshqa nurg'un kishilar qo'llab-quvvatladi. U bularning yordamida qo'shni qabilalarga hujum qildi. U yurish qilib Yamamiga yetib kelganda Kazzab Musaylama bilan uchrashdi va uni tasdiqlab, uningga yotliq bo'ldi. Musaylama o'ldirilgandan keyin yurtiga qaytib, qavmi Tag'lib qabilasi ichida turib qoldi. Keyin u musulmon bo'lib, yaxshi musulmon bo'ldi. Keyin Basraga qaytib, shu joyda vafot bo'ldi. 5. Tabiinlar va ulardan keyingilar davrida payg'ambarlik da'vosi qilganlardan Muxtar ibn Abu Ubayd as-Saqafi. U dastlabda Shia mazhabidagi kishidek maydonga chiqdi. Shuning bilan Shia mazhabidagi nurg'un jamoat uni qo'llab-quvvatladi. U Jibril alayhissalom menga vahiy elib keldi deb da'vo qildi. Uning bilan Mus'ab ibn Zubayr o'rtasida bir qancha janglar bo'lgan bo'lib, u shu janglarning birida o'ldirildi. 6. Kazzab Haris ibn Said. U Damashqda ibodatkor qiyofatga kirib olib, keyin o'zini payg'ambar deb atab oldi. U bu xabarning Abdulmalik ibn Marvonga yetib borganligini bilib yoshirinib oldi. Shuning bilan basralik bir kishi uning yoshirinib olgan joyini bilib olib, o'zini uning payg'ambarligiga ishongan qiyofatda ko'rsatdi. Haris bu kishini har vaqt yeniga kirishdan to'smaslikni buyurdi. Shuning bilan u kishi bu xabarni Abdulmalikka yetkazdi. Abdulmalik u kishi bilan askarlarni avatib uni tutib oldi. Haris Abdulmalikning qashig'iga ilib kelinganda, Abdulmalik fiqhshunoslar va ahli ulamolardan bir qancha kishini uningga vaz-nasihat qilib, bu ishning shaytonning ishi ekanligini bildirishga buyurdi. Ammo u ularning nasihatini qabul qilmadi. Shundaqla tavba qilishga unmadi. Shuning bilan Abdulmalik uni o'ldirdi. 7. Yaqinqi davrda buningdan taxminan bir asrdan ko'proq vaqt ilgari Hindistonda Mirza G'ulam Ahmad Qadiyani deb ataladigan bir kishi payg'ambarlikni da'vo qilib maydonga chiqdi. U menga osmondan vahiy keldi deb bildirlaydi. Shuningdek Alloh taolaning o'ziga 80 yil umr berganligini da'vo qiladi. Bir turkum kishilar uningga agashdi. Shuning bilan ulamolar bas-basda uning bilan munozirlashishga yuzlanib, uningga radiya berdi va kishilarga uning yolg'onchi kazzab ekanligini e'lon qildi. Bu ulamolarning orasida buyuk olim Sanoulloh Amir Tusarimi bor bo'lib, u bu kazzabga eng qattiq qarshi turgan ulamo edi. 1980-yilga kelganda Qadiyani Shayx Sanoullohga ikkimizdan kim yolg'on to'qigan, yolg'onchi bo'lsa, shu pat yaqinda o'ladi deb qarshilashdi. Shayx Sanoulloh Alloh taoladan bu nohaq ish qilg'uvchini jinidan judo qilishni, uni vabi kasalligiga giriftor qilib, shu kasalda o'lishni tilab duo qildi. Bir yildan keyin shayxning duosi ijobat bo'ldi. Qadiyanining qayin otasi uning oxirgi vaqtlarini aslab mundoq deydi. Ayni vaqtda u kasali og'irlab meni uyg'otdi. Shuning bilan uning yoniga berib, uning og'riq azobi tortayotganligini ko'rdim. U menga xolera kasalligiga giriftor bo'libdiman dedi va shuningdan keyin biror og'izmi ochiq so'z qilolmasdan o'lib ketdi.
Yolg'onchi kazzoblar rostchil, ishonchlik payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam xabar bergan soniga to'shmog'icha bir-birlab to'xtamasdan chiqib turdi. Ularning oxiri Masih Dajjalning zaman oxirida chiqishi bilan oyoqlashidi va Maryam o'g'li Isa alayhissalom tushib, uni va uning fitnasini barbod qiladi. Bu masaladagi mujmallik. Ehtimol ba'zilar payg'ambar sallallohu alayhi vasallam payg'ambarlik da'vosi qilguvchilar 30 deb xabar bergan edi. Biroq tarix va amaliyot ularning sonining bundan ko'p ekanligini isbotlab berdi deyishi mumkin. Javob: hadisda ko'rsatilgan payg'ambarlik da'vosi qilguvchi bu 30 nafar kishining shon-shuhrati, pul mali va muayyan miqdorda agashuvchilar bor bo'lib, ulardan boshqa bundaq holatga yetmaganlar bularning ichiga kirolmaydi. Sajiya Islom tadqiqot markazi